haligacha ko'pchiligimiz ekvalizatsiyalarni noto'g'ri tushunishimiz mumkin yoki noto'g'ri yo'nalishda ishlatishimiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, like, komment, podpisatsiya, podelиться qilib beringlar. Iloji bo'lsa shu qiynalib yuradigan insonlar ham ko'rsin. Bunday kichkinagina obzorchani nima maqsad borligini tushuna olishsin. Svideniya proyekt, full paket, West pluginlar, VIP gruppa bo'yicha yoki Svideniya bo'yicha zakazlar bo'lsa, bemalol ichga o'tamiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Demak, boya aytib o'tganimdek, videoni boshida ekvalizatsiyalar turi ko'p. Dinamitskiy bor, krashenniy ekvalizatsiya bor, xirurgический ekvalizatsiya bor. Bular haqida keyingi videolarda ham ko'rsataman. Hozir основной ekvalizatsiyani men qay yo'llarda foydalanishimni ko'rsataman. Sizlar ham o'zingizlarga o'shanaqacha shablon tuzolsanglar bo'ladi. Ko'p звукорежиссёrlar bitta proyektga 4 lab, 5 lab даже ekvalizatsiya ishlatadi. Har xil ekvalizatsiyalar ularning o'zini maqsadi bo'ladi. O'sha proyektga ishlatilgan maqsadi bo'ladi. Demak, men Speakcraft ishlatganman. Bu nimaligini boyagi videoda tushuntirdim. Rezonansiyalar qanday olib berishini ham ko'rsatdim. O'zini ajoyib sun'iy intellektga ega vosita bu ham. ProQ 4 hammaga bor va filtr ProQ 3 bo'lsa ham farqi yo'q. Bu mana shu ekvalizatsiya ham xirurgический ekvalizatsiyaga o'tadi. Notniy rejimga ham ekvalizatsiya qilsangiz bo'ladi. Dynamic rejimga ham bor, buni dinamitskiy ekvalizatsiya ham mana ular dinamitskiy qilganman. Nimaga dinamitskiy? Что nima deydi? Kerakli chistotalar ham bo'lishi mumkin. Uni shunchaki kesib tashlasam, proyektga o'sha ovozi gudit qilib boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun dinamitskiy обработка qilganman. Keraksiz 90-80 Hz ortida nizni olib tashlaysiz, ob'yom yetishmayotgan bo'lsa ozroq ob'yom berasiz, o'sha bubnit qilayotgan, mamne bo'lib qolayotgan ovozlarni kesib chiqasiz, o'ziga kerakli chistotalarni qo'yib chiqasiz. Vokal bez ekvalizatsiya is Speakcraft tizimida ishlatyapti. Speakcraft ekvalizatsiya yana bitta smart ekvalizatsiyadan keyin mana bunday eshitilar. Ovoz yana ham chiroylilashganda, men hozir yana bir ekvalizatsiya, Pultdagi ekvalizatsiya, bu akrashniy ekvalizatsiya. Rang berish uchun nizdan ozroq olib visoki berganman, shunda visokigacha bo'lish uchun SSL ekvalizatsiya yana bitta mana ko'rib turibsizlar. Bu yerdan nizlariga o'zi nizavoy sredniylardan ozroq olib, biga ham ayir, pisochniy berganman, чтобы vokalga yorqinlik bo'lishi uchun. Natijada Gurbugum senikinday toza tunuq jon dinini, qamkende bag'indiram yuragingni.